Assalomu alaykum. Bugun men suhbatimni qo'y bilan shug'ullanaman, qo'y boqaman degan odamlarga qaratmoqchi edim. Xo'p, nimadan boshlash kerak? Qanaqa qilish kerak? Men o'zimni boshimdan o'tkazgan narsani sizlar bilan bir bo'lishmoqchi edim. Albatta, chorvachilik bu payg'ambarlarimiz qilgan ish. Albatta, chorvachilikda baraka bor. Lekin sabr toqatinglar yetadimi yo'qmi bu masala. Chunki agar hech qachon bu narsa bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, unda albatta avvalambor o'zingiz hech qanaqa ishchi yollamasdan o'zingiz kerak bo'lsa 1 yil boqib ko'rishingiz kerak, hamma bosqichlardan o'tib. Sababi